Assalomu alaykum, ahli YouTube. Mana kecha kunga kelgan darvozaxonamiz mana oxirgi mana bitta ikkita mayda-chuyda narsalarni qo'yishyapti. Mana bitta. Mana ustalarimiz ishlashyapti. Ko'rib o'zlaring baho beraverasizlar. Mana shu fasonni tanladik bitga mana. Bir o'ziga yarasha bir o'ta chiroyli narsa bo'lib chiqdi mana. Svetlarni qo'yib qo'yamiz. Ha, svetlarni endi uyda egasi olib kelib qo'yib qo'yamiz chiroylisidan deyishdi. Svetni olamiz. Agar uyga ikkita olamiz. Mana xudo xolasa mana shu yerga mana yulduzchalar qo'yib qo'ysak bo'ldi. Sizlar bilan shu usta Sherxon bizdan uzoqlashmang. Mana hozir bitgan narigisi bitgan xudo xolasa. Mana bitgan holati. Endi chiqarib berdik. Hozir mana etlar shapkalarga olib keldik, mana shularni qo'yib beradi. Shu oldin o'sha maloshniy rangdan qoldirgan ekan, umuman yoqmayapti, hozir oq chiroyli chiqar ekan deb oqdan yasatib keldik. Sizlar bilan usta Sherxon behijolat telefon qilaverasizlar. Sizlar bilan aloqadamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarni xonadonlaringizda mana endi o'ta go'zal holatda keltirib beramiz degan umiddamiz akalar. Usta Sherxon. Alisher aka, sizga yoqdimi aka? Xursandmisiz har? Narxlari-chi akajon? Narxlari ham rozimisiz aka? Bergan pulingizga masalan, biz ham mehnatimizga mana rozimiz aka. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa bo'ldi aka bizga. Mana shu uyda egasi shu yoqsa bo'ldi bizga. Ayshitimiz obshi mana shu uyimiz 38-39 million atrofida bitdi. Akalar, opalar, singillar. Sizlar bilan usta Sherxon bizdan uzoqlashmang, yana videolar qo'yishda davom etamiz. Nari obyektlarga endi xudo xolasa ertaga yoki ertadan keyin borib yana videolarni tashlaymiz.